Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimiz bo'ylab og'ir mahallalarni rivojlantirish dasturi doirasida keng qamrovli obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Odamlar roziligiga erishish, ular uchun qulay va zamonaviy turmush sharoitlarini yaratishdek ezgu maqsadlarni ko'zlagan loyiha bugungi kunda o'z samarasini beryapti. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumani Obodon mahallasida bizni ochiq chehra bilan yuz ko'zidan quvonch ufurib turgan kishilar qarshi olishdi. Axir quvonmay bo'ladimi? Yosh u keksa yillar davomida orzu qilgan niyatlariga erishib turibdi. Dastur ijrosini samarali tashkil etish uchun dastlab aholi bilan muloqot qilinib, hududda bajarilishi lozim bo'lgan ishlarni o'zida aks ettirgan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Bu jarayonda albatta hudud infratuzilmasi, ijtimoiy soha obyektlari, aholi xonadonlaridagi real holat chuqur o'rganildi. Hududning o'zida ishchi guruh shtabi faoliyati yo'lga qo'yildi. Turar va noturar joy binolarini tartibga solish, kommunikatsiya tarmoqlari, maishiy xizmat ko'rsatish va ijtimoiy soha obyektlarini yangilash, ta'mirlash ishlari tashkil etildi. Keling, dastavval hudud haqida ikki og'iz so'z. Mahallaning umumiy yer maydoni 564 gektar. Aholi soni 4045 nafar bo'lib, 625 ta xonadon, 1056 ta oila mavjud. 1647 nafar aholi ish bilan band. Kambag'al oilalar soni 27 ta. Kambag'allik darajasi 2.8% ni tashkil qiladi. Hududda 5 ta loyihani amalga oshirish maqsadida dastur bo'yicha davlat byudjeti hisobidan 5 milliard so'm mablag' ajratildi. Endi bajariladigan ishlar ko'lamiga to'xtalib o'tsak, 2.8 kilometr ko'chani asfalt qilish, 5 kilometr ichimlik suvi tarmog'ini tortish, 120 dona tayanch ustunlar va 2 ta transformator o'rnatish, 4 kilometr piyodalar yo'lakchasini qurish kabi infratuzilmani yaxshilash ishlari maqsad qilingan. Eski bino inshootni qonuniy qurilgan qurilmalar bartaraf etilib, hozirgi kunda tartibga keltirilmoqda. Yo'llar, piyoda yo'lakchasi, eski maktab bino inshootlari qayta ta'mirlab rekonstruksiya qilinib, mahalla idoralari, xonadonlari hammasi jadallik bilan yangi qiyofaga keltirilmoqda. Ushbu ishlarni bajarishda tumanimiz barcha tashkilot va xodimlari, mahalla fuqarolar yig'inlari hammasi bir jamoa bo'lib, bir yoqdan bosh chiqarib, ishlarimiz bajarib kelinmoqda. Sho'rchi tumani Obodon mahallasi 4 kilometr asfalt yotiq ishlar rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda asfaltga tayyorlash ishlari bajarilib, to'liq asfaltga tayyor qilib keltirilmoqda. M41 yo'lidan Obodon hududiga piyoda yo'lakchasi quriladi. Piyoda yo'lakchasining umumiy uzunligi 3 kilometr 200 metrni tashkil qilmoqda. Shu bilan bir qatorda eski gaz liniyalari, tartibsiz liniyalar va qo'shimcha xonadonlarga yetib bormaganlarga ta'mir talab joylari tartibga keltirilib, hozirda ushbu ishlar ham davom etmoqda. Mahallaning va oilaviy shifokorlik poliklinikasining ta'mirlash ishlari yakunlandi. Tuman obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ko'chalarni ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Ichki yo'llarga asfalt qoplamasi yotqizilib, piyodalar yo'lakchasi qurildi. Bu ishlarni amalga oshirish maqsadida 500 nafardan ziyod ishchilar va 10 ta yuk avtotransport vositalari va maxsus texnikalar jalb qilindi. Hududni tozalash va obodonlashtirish jarayonida 300 tonna chiqindi olib chiqildi. Ariq, kanal, kollektor zovurlar tozalandi. Mana shu ko'rib turgan joylaringiz eskida qarovsiz holda yotgan joylarda yangi bolalar o'yingohi, oilaviy dam olish maskani, shunday saylgohlar qilib, mana shu borada jadal suratda ishga olib borilmoqda. Ilgaridan bunday saylgohlar, bunday o'yingohlar yo'q edi, endi tashkil qilyapmiz. Bu birinchisi. Bundan keyin bunday xiyobonlarda, saylgohlarni ko'paytirish maqsadimiz bor. Hudud aholisi uzoq vaqtdan buyon toza ichimlik suvi muammosidan qiynalgan. Endilikda bu masala o'zining ijobiy yechimini topdi. Hududdagi suv ta'minoti yomon bo'lgan ko'plab xonadonlarga 500 metr masofada ichimlik suvi quvurini yotqizish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda suvchilar tomonidan 352 million so'm mablag'ga teng ishlar bajarildi. Obodon mahalla Shodlik ko'chasiga suv tortilmoqda. Bundan tashqari yana 1200 kilometr suv tortilyapti. Aholining kayfiyati yaxshi. 32 ta xonadon mana bugun suv tortilyapti. Xalq xursand. Shuningdek, yuqori kuchlanishda ishlab kelayotgan transformatorlar ham bor. Aholini sifatli elektr energiya bilan ta'minlash uchun yangi transformatorlar qo'yildi. Yangi sip kabellar tortilishi ko'zda tutilgan. Men shu mahallada 70 yildan beri yashayman. Mana shu yerda bunday o'zgarishlarni hech ko'rganimiz yo'q. Mana endi 5-6 yildan beri o'zgarishlar bo'lyapti. Mahallamizning qiyofasi juda o'zgarib ketyapti. Bu yerda mana bozorcha qurilyapti, kutubxona qurilyapti. Mahallamiz juda obod qilyapti. Bunga shu aholi ham o'zining hissasini qo'shyapti. Buning barchasi aholining farovonligi uchun qilinyapti. Obodon mahallasi ahlini qiynab kelayotgan eng katta muammolardan biri bu markaziy va ichki yo'llarning ta'mir talabligi edi. Yillar davomida qarovsiz qolib ketgan yo'llar qishda loy, yozda chang to'zon bo'lib, haydovchilar uchun ham, aholi uchun ham noqulayliklar tug'dirib kelardi. Bugun bu muammolar ham o'z yechimini topmoqda.
energetika sohasida uzoq yillar ishlagan bo'lsam, hozir energetika sohasi bilan oldingi energetika sohasi tubdan farq qiladi. Mana shu hozir qishloqlarga qo'yilayotgan kabellar, qo'yilayotgan transformatorlar hammasi oldingidan juda farq qiladi. Oldin 2 ta, 3 ta bo'lgan bo'lsa, hozir 10 ta, 15 talab qo'yibdi. Bu narsa nafaqat bizning qishlog'imizda, tumanimizda, viloyatimizda, hatto respublikaning ko'p viloyatlarida bo'lganman. O'sha viloyatlarda ham o'zgarishlar juda ko'p katta bo'lyapti. Respublika bo'yicha ilgari bu narsa yo'q edi. Hozir mana bor, juda ham yaxshi, ko'rkam. 1 yil, 2 yil ichida biz 100% boshqa obodon qishlog'ini ko'ramiz. Shuningdek, mahallada ishchi guruh a'zolari har bir xonadonda bo'lib, ko'cha va mahalla hududini obodonlashtirish, uylarda oshxona, tandirxonalar va sanitariya tarmoqlari holatini ko'zdan kechirib, fuqarolarga targ'ibot tadbirlarini ham o'tkazishmoqda. Mahallamizda 4045 nafar aholi istiqomat qiladi. 645 ta xonadon bor. Shu kungacha targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. 350 ta xonadonga kirib, targ'ibot ishlarini olib bordik. Bundan keyin ham ushbu yo'nalish bo'yicha davom etamiz. Mana bugungi kirgan xonadonimiz Allaqulov Asqar akaning xonadoni. Mana bu xonadonda tozalik, ozodalik o'z yo'lida uchoqxonalar talabga javob beradigan darajada. Mana xonadon egasi gul yetishtiradi. Mana shu gullar bilan xonadonni chiroyli qilib bezab, oiladagi muhit ham sog'lom, turmush tarzi ham talabga javob beradigan darajada. Mana hozirgi kunda shu xonadonimizni boshqa xonadonlarga o'rnak qilib ko'rsatish arafasida turibmiz. Mahallamizda eng sarishta xonadon, eng obod xonadon mavzusida ko'rik tanlov o'tkazyapmiz. Ko'rik tanlovda mana shu xonadon ham ishtirok etyapti. Albatta, obodlik bor joyda fayzu baraka, rivojlanish bo'ladi. Bugungi kunda mahalla obod go'shaga, ko'rkam maskanga aylanib, namunaviy xonadonlar va ko'chalar soni ortmoqda. Natijada odamlarning kelajakka bo'lgan ishonchi yuksalyapti. Qolaversa, keng quloch yozgan bunyodkorlik ishlari yurtdoshlarimizning turmush sharoitlarini yanada yaxshilashga xizmat qilmoqda. Yurtimizda bo'layotgan shunday obodonchilik, tozalik hammasiga men xursandman. Bu yerda maktab bor, katta maktab, bog'chalar bor. Yosh bolalar, ayollar, qariyalar bexavotir ko'chada yurishga yaxshi qulay sharoitlar bo'lyapti-da. Quvonarlisi, bunday o'zgarishlar, yangilanishlar shukuhi butun tuman bo'ylab kezmoqda. Obodonliklarning o'z mahallasini shahar tipiga kiritishi yo'lida shijoat bilan amalga oshirayotgan bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari Oqqo'rg'on mahallasi aholisiga ham ko'tarinki ruh bag'ishladi. Nuroniylar va mahalla faollari tashabbusi bilan bu yerda salkam 7 kilometrlik piyodalar yo'lagini qurish ishlari boshlab yuborildi. Shu sabab qo'lidan ish keladigan keksami, yoshmi qarab turmay, bunyodkorlik ishlariga o'z hissasini qo'shmoqda. Oqqo'rg'on mahallasida 2 ta asosiy katta ko'chamiz bor. 2 ta katta ko'chamizda ham piyodalar yo'lakchasi qurilmagan shu paytga doğru. Endi 7,5 kilometrga yaqin uzunlikda qurilib boshladi. Shundan endi 5,5 kilometrni qilib bo'ldik hozir. Qolgani 1700 metr qolyapti. Endi davom etyapti. Farzandlarimiz xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilyapmiz endi. Xalqimiz bilan, nuroniylar bilan, mahalla yetiligi bilan tashabbus ko'rsatib boshladik. Ancha yo'l bitkazildi. Mahallamizda 8-maktabning qo'shimcha binosi qurildi, 900 o'rinli. Yaqinda foydalanishga topshiriladi. Bundan tashqari mahallamizda Saysopa qabristoni yo'lining 2,5 kilometrda asfalt qilib, 2 yonboshlarini piyodalar yo'lakchasini yotqizilib, foydalanishga topshirildi. Xalqimiz bundan foydalanib, hamma xursand, aholimiz minnatdor. Bundan tashqari mahallamizda piyodalar yo'lakchasiga tungi yoritish chiroqlarini qo'yish niyatimiz bor. O'rindiqlar qo'yish arafasida turibmiz. Oxirgacha yetkazib bo'lganimizdan keyin bu ishlarni ham amalga oshiramiz. Yaxshilik topsang, yelkangda yuk bo'lib turgan muammodan qutulsang, turmushing farovonlashsa, xursandchilik va shodliklarga sherik izlar ekansan. Shukronalik, minnatdorlik tuyg'ulari beixtiyor tilga ko'char ekan. Men mana shu Oqqo'rg'on mahallasida 1962-yilda tug'ilganman. Mana shu Oqqo'rg'onda yashadim, shu yerda ishladim. Hozirgi mana mahallada bizda katta hashar bo'lyapti. Mahalla yetkaziligining yordami bilan, keyin qishloq aholisining yordami bilan, keksa nuroniylarning yordami bilan o'quvchilarga ko'chaning ikkasidan piyodalar yo'lakchasi qurilyapti. Bu yo'lakcha kelajakda bolalarimizga shunday yordam, mana katta ko'chada hech kim katta ko'chada yurmaydi transport turidan. Hamma piyodalar yo'lakchasidan yurib yaxshi bo'lib qoldi. Biz mana shu yerga 1981-yili ko'chib kelganmiz.
Biz kechgan davrimizda ko'chalarimiz yarim cho'ng, yarim to'proq shunday bo'lib yotardi endi. Mana elning, xalqning birlamligi bilan Oqqo'rg'on mahallamizda piyodalar yo'lakchasi qurilish tashabbus boshlandi. Shu Laylaxona tomonidan ko'prikdan boshlandi, bu yog'i bu tomondan o'tib ketishi Qoraqapoq qishlog'igacha bo'layapti. Uzunligi 6 kilometr 200 metr bo'layapti. Sho'rchi tumanidagi mahallalarda juda katta bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bir paytlar oddiygina qishloq mahallasi bo'lgan hududlar asta-sekinlik bilan yangilanish og'ushida tobora chiroy ochib boryapti. Tumanda yana 6 ta mahallaning infratuzilmasini o'zgartirish reja qilingan. Demak, 23921 nafar aholining yashash tarzi va farovonligi oshadi. Maqsadimiz tumanimiz obodon mahallasi yangi o'zbek qiyofasiga keltirib, obod mahalla, obod xonadon, obod mahalla dasturi keltirib, fuqarolarimizning kayfiyatini, xalqning kayfiyatini, kelajakka bo'lgan umidini yaxshilash va farovonlikni ta'minlash maqsadida bo'lyapti hammasi. Hududlarda shaharlarnikidan qolishmaydigan ijtimoiy soha obyektlari bunyod etilyapti. Aholining munosib turmush kechirishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlarni ko'rib, dastur ijrosini ta'minlayotgan insonlarga beixtiyor tasanno aytgisi keladi kishi. Darhaqiqat, inson qachon o'zini baxtli hisoblaydi? Qachonki yurt tinch, tan salomat, turmushi farovon bo'lsa va o'zi sevgan kasbda mehnat qilsa. So'nggi yillarda islohotlar bois qadr-qimmatga ega bo'lib, ko'ksiga shamol tekkan xalqimiz, jumladan surxondaryoliklar mana shunday mezonlar bilan yashamoqda. Ochig'ini aytish kerak, bu singari obod manzillar hudud ahlining azaliy orzusi edi.